Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Aziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər ötən həftədən beri Uyğurlar münasibətlik bolğan bəzi mühim hadisələr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa, Qurultay Fondu'nun müdiri Abdücil Ahmet, Qurultayның bayonatçısı ve Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkinlərini tərkib tapqan heyət 8 sentyabr günü Çexiya Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, Çexiyaning Tashqi ishlar ministri Yan Lipavskiy apandi bilan ko'rishib suhbat ilib bordi. Çexiya bo'lsa Yevropa ittifoqining navbatdagi raisligini o'tab kelmoqda. Shuning uchun bu qitimqi ko'rishda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Yevropa ittifoqining bundan keyin qanday amaliy qadamlarni besish masalasi asosiy muzokara temasi bo'ldi. Çexiyaning Tashqi ishlar ministri Yan Lipavskiy apandi 2021-yili Tashqi ishlar ministri bo'lishdan ilgari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Çexiya parlamentida qabul qildirish uchun boshlamchilik va turtkilik rol o'ynagan parlament a'zolarining biri bo'lib, Uyg'urlar masalasi haqida xili cho'nqur tushuncha va ma'lumotga ega. Yan Lipavskiy apandim 2021-yili 9-oyda Tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyinmi yana Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini davomlashtirib kelmoqda. Bu qitim uning Xitoyning shuncha kuchli besimi va noroziligiga qaramasdan Dolqun Aysa apandim boshchiligidagi hay'atni qabul qilib, ular bilan 1 soatga yaqin ko'rish ilib berishimi uning Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashining ro'shan ifodasi edi. Dolqun Aysa apandim Yan Lipavskiy apandim bilan ilib borgan suhbat jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Yevropa parlamenti tarafidan rasmiy qabul qilganligini eslatib o'tish bilan birga, faqat qaror ilib qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, Yevropa ittifoqining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarta texmi jiddiy jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishning to'limi zarurligini ta'kidladi va navbatda Yevropa ittifoqining raisligini o'tayotgan Chexiya hukumatining bu jihatda Yevropa ittifoqida boshlamchilik rolini o'ynashini umid qilganligini ifoda qildi. Ondan başqa Dolqun Aysa apandim yana 12 sentyabr boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51-ci navbatlik umumiy yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qaytadan kun tartibga elib kelish uchun Chexiya hukumatining kuch chiqarishini orzu qilganligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin bu yil 4-oyda chaqirilgan BDTning umumiy yig'inida Rossiyaning BDT kishilik huquq kengashidagi a'zolik salohiyati bekor qilingan va Rossiyaning o'rniga Chexiya 47 davlatning tarkib topgan BDT kishilik huquq kengashining a'zoligiga qabul qilingan edi. Chexiya Tashqi ishlar ministri Yan Lipavskiy apandim Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay heyeti bilan ko'rishish jarayonida qilgan so'zida Chexiya hukumatining bundan keyin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini ham BDTda ham Yevropa ittifoqida kun tartibga elib kelishga g'ayrat qilganligini ifoda qildi. Dolqun Aysa apandim ko'rishish jarayonida o'zining yaqinda nashr qilingan va zo'r ta'sir qo'zg'agan Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobini Yan Lipavskiy apandimga sovg'a qildi. Dünya Uyghur Qurultayı 8 sentyabr günü bayonot e'lon qilib, BDT kishilik huquq mutaxassislarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga jiddiy qarash kerakligi haqidagi o'rtaq bayonotini qizg'in qarshi olganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq alohida ishxonasi 9-oyning 7-kuni axborot e'lon qilib, BDT kishilik huquq mutaxassislarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga jiddiy qarash kerakligi haqidagi o'rtaq bayonotini e'lon qilgan. BDTning mustaqil kishilik huquq mutaxassislari bu bayonotida Xitoy hukumatining BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan 31 avgust e'lon qilingan dokladidagi kishilik huquq masalasini hal qilishi, dunyoning bu masalaga ko'z yummaslik kerakligini bildirgan edi. Qurultayning bayonotida Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning o'tgan bir qancha yil mobaynida BDTning alohida tadqiqotchi mutaxassislari Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini dalillab chiqishda halqiliq rol o'ynab keldi. BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladda o'rin olgan jinoiy qilmishlarni ta'qib qilish va uning oldini olish vazifasi hamda har qaysi hukumatlarga va xalqaro organlarga yuklandi degan so'zlarga o'rin berildi. BDT mutaxassislari e'lon qilgan bayonotida BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan Uyg'ur vaziyati haqida 8-oyning 31-kuni e'lon qilingan bu dokladning atrofli va prinsipli bo'lganligini, chunki uningda BDT kishilik huquq alohida programmasida xizmat qilgan mas'ul xodimlar va xizmat guruhining tekshirish doklati va ko'z qarashlarining asos qilinganligini bildirgan. Ular yana mazkur dokladda Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi turish qonun siyosatini suiiste'mol qilish usullariga diqqat qilishni tavsiya qilgan. Mutaxassislar yana BDT kishilik huquq oliy kengashining Xitoydagi kishilik huquq masalasi to'g'riliq alohida yig'in ichishga, yig'inda kishilar ko'ngil bilib xohlagancha tutqun qilish, majburiy g'oyib qilib o'tish, diniy erkinlik va so'z erkinligini cheklash
tiklash qatorliq masalalarni muhokama qilishga chaqirgan. Mutaxassislarning fikricha, BDT kishilik huquq oliy kengashi bir mutaxassislar guruhi qurib, Xitoydagi kishilik huquq ahvolini har yili degudek nazorat qilib doklad berib turishni o'ylashi kerak. BDT yana alayda elchi tayinlab, BDTga a'zo davlatlar, BDT organlari va cho'ng korxonalarga haydakchilik qilish orqali Xitoyning kishilik huquq mas'uliyatini ado qilishiga turtki bo'lishni o'ylashib baqsa bo'ladi. Dunyoga mashhur Volkswagen avtomobil shirkatiga yangidan ijroiya direktori tayinlanganlik munosabati bilan 2-sentabr Dunyo Uyg'ur qurultiyi majburiy emgakka qarshi turish xalqaro birlashmasiga a'zo 100 ga yaqin xalqaro tashkilot bilan birlikda Volkswagen avtomobil shirkatining yangi ijroiya direktori Oliver Blume apandiga birlashma imzoliq maktub yo'llab, mazkur shirkatdan Urumchida ta'sis qilgan sho'ba zavodini darhol taqashni talab qildi. Bu munosabat bilan shu kuni yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining birlikda uyushtirish bilan Volkswagen avtomobil shirkatining Germaniyaning Wolfsburg shahridagi bosh shtabi oldida namoyish o'tkazilib, mazkur shirkatning Urumchidagi sho'ba zavodini taqash talab qilindi. Qurultoy Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon apandi bir qancha oy burun butun Germaniya miqyosida Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi sho'ba zavodini taqash haqida imzo to'plash faoliyati olib borgan edi. Namoyish jarayonida 100 ga yaqin xalqaro tashkilotning talab xati va to'plangan imzo Volkswagen avtomobil shirkatining bosh shtabiga topshirib berildi. Garchi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bir qancha yildan buyon o'pchorsiga jazo lagerlari va turmalar joylashgan Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi sho'ba zavodini taqashni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo mazkur shirkatning sobiq ijroiya direktori ularning bu talabini izchil turda rad qilib kelgan edi. 1-sentabr Volkswagen avtomobil shirkatining yangi ijroiya direktorligiga tayinlangan Oliver Blume apandimning bu talablarga qanday inkos qaytardiganligi texicha noma'lum. Bu haqda Germaniya matbuotlarining va Germaniyadagi har qaysi sohalarning Volkswagen shirkatiga qaratgan besimlarimi uzluksiz kuchayib bormoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat va Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabri boshchiligidagi Uyg'ur hay'ati 4-sentabr kuni Amerikaning Chicago shahrida o'tkazilayotgan Shimol Amerika Islom jamiyatining 59-navbatlik umumiy qurultiyiga taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi ellaridan kelib mazkur qurultayga qatnashgan musulmon liderlarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berish fursatiga ega bo'ldi. Shimol Amerika Islom jamiyati Amerikadagi eng chong musulmon tashkilotlarining biri bo'lib, Ömer Qanat apandimning bildirishicha, bu navbatlik qurultayga 6700 nafar kishi qatnashgan. Ömer Qanat apandim yig'in jarayoni qilgan so'zida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, BDT kishilik huquq oliy komissarlik tarafidan 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladning mazmuni haqida tafsiliy tushuncha berish bilan birga, butun dunyo musulmonlarini, jumladan Amerika musulmonlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun umumyuzlik safarbar bo'lishga chaqirdi. Yig'in jarayonida Ömer Qanat va Elfidar Iltabri boshchiligidagi hay'at Amerika ishki bexatarlik ministerligining musulmon jamoatlar bilan bo'lgan munosabatlarga mas'ul yordamchi ministri Harris Tarim bilan ayrim uchrashuv ilib berib, uning bilan Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini ijro qilishda saqlanayotgan masalalar haqida suhbat ilib bordi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining 2021 yil 2-oyda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtayli degan shior ostida butun Yaponiya miqyosida boshlatgan norozilik harakatlari izchil davom qilmoqda. Bu munosabat bilan 3-sentabr kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyati Karvan guruhisidagi qarindoshlar Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raislaridan Ahmadjon Letib va Xolmat Rozaxullarning boshlamchiligida Yaponiya Kanagawa o'lkasining Yamato shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik fosh qilingan tashviqot varaq tarqitish va Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida guvohlik berish yig'ini uyushtirdi. Shahar markazida ilib berilgan tashviqot varaq tarqitish faoliyatida atrofdagi ommaga 1000 varaqdan ortiq tashviqot varaq tarqitildi. Arkadan Uyg'ur hay'ati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari haqida guvohlik berish yig'ini chaqirdi. Yig'inga o'lkalik va shaharlik 20 nafarga yaqin parlament a'zosi va har soha zotlardan bo'lib 50 nafarga yaqin yaponlik do'stimiz qatnashdi. Yig'inda guvohlik bergan Ahmadjon Letib va Xolmat Rozaxun apandilar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarining BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet tomonidan e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda dalillab chiqilganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning xalqaro jamoatchilikning navbatdagi jiddiy majburiyat ekanligini, Yaponiya hukumatining Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishi lozimligini ta'kidlashdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining fidoyi a'zolari har hafta degudek butun Yaponiyani karvan shaklida aylanib yurib Uyg'ur davosini anglatishni davomlashtirib kelmoqda. Yamato shahrida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inidan keyin stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Ahmadjon Letib bu haqda qisqacha ma'lumot berib mundoq dedi. Bugun Kanagawa o'lkasidagi Yamato shahrida tunji qatim Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida guvohlik berish, tashviqot varaq tarqatish faoliyatini ilib bordik. Bu faoliyat
oңuşluq bo'ldi. Nurg'un odam keldi, ham o'zlarining shahardimi hukumatga besim tushirdigan bir nimani qarorni ma'qullatish uchun kuch chiqardiganlar to'g'risida nurg'un fuqarolar ko'z yoshini qilgan holatda bizlarga va'da ahamiyatli bir faoliyat bo'ldi. İki kişilik hukuk Ali Komissarlığının Uyghur vaziyeti hakkındaki dokladının elan kılınışı chet ellardagi Uyghur teşkilatlarını hareketga keltirdi. Bu münasebet bilen Avustraliya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Mehmet Obul, muavin reisi Gülmira Zunun, Dünya Uyghur Kurultayı'nın muavin baş teftişi Cüret Abdikerim, Kurultay Muhacirlar Komiteti'nin muavin müdiri Mehmet Çelepçi ve Avustraliya Uyghur Cemiyeti'nin azalarından Talgat Abbas, Rızvan Zununlardan terkip tapkan heyet 5. sentabr günü Sydney'den Avustraliya'nın paytaxtı Canberra'ga berip bir yürüyüş mühim uçuruşlarda boldu. Şu gün olar Avustraliya Liberal Partiyasının Kengash Palatasıdaki lideri Senator Simon John Birmingham, Liberal Partiyasından Senator James Peterson ve Yeşiller Partiyasından Senator Jordan Steele John qatarlıqlar bilen ayrım halda uçuruş ilip berip, ular bilen BDT kişilik hukuk Ali Komissarlığının Uyghur vaziyeti hakkında elan kılgan dokladını çörü degen asasda söhbet ilip bardı ve Avustraliyadaki Uyghurlarının Avustraliya hükümeti ve parlamentidin kütüdügan bazı konkret taleplerini otturga koydu. Bu qıtımkı Canberra ziyaretini bevasıta orunlaştırgan Mehmet Çelepçi efendim senatorlar bilen körüş jaryanını kılgan sözüde, Xitayning Şarq Türkistan'da Uyghurlarını asas kılgan yerli xalqlarga yürgüzatgan insaniyet qarşı cinayetlerinin BDT tarafından qabul qilinganligini ve Xitayning jinoiy qilmishlarini to'sib qilishning BDT'ga a'zo davlatlarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini ta'kidlash bilan birga, Avstraliya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullashi lozimligini, Avstraliya hukumatining yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha Xitoy qarta jazo va embargo tuzumlarini yo'l qo'yish lozimligini, bo'libmi Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarning Avstraliyaga kirishini to'sish uchun jiddiy harakat qo'llanishi lozimligini o'ttirib qo'ygan edi. Uyg'ur heyeti Canberradagi faoliyatlari jarayonida yana ba'zi matbuotlarning ziyoratini qabul qildi. Shu kuni Canberradan istansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultayining vakili Mehmet Obul apandim bu qitimqi ko'rishlar haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum. Bugun biz Sydneydagi Avstraliya Uyg'ur jamiyati cemiyet vekilleri hem cemiyet a'zolaridan bo'lib jami 6 kishi bir kichik hay'at guruhini tashkil qilib shu Avstraliyaning poytaxti Canberraga Sydneydan atiganda yo'lga chiqib shu o'ringa berib 3 tane senator ya'ni senat shular bilan ko'rishadigan bir appointment olganligimiz uchun mushu yerga borgan. Buningda bizningki Dunyo Uyg'ur qurultayininki vakili Mehmet Çelepçininki töhfesi intayin zo'r. Shu munosabat bilan biz u o'ringa berib shu senatorlar bilan 3 senator enandikan bir muxbir bilan ko'rishish shu jarayonda bizningki Sharq Turkistondagi Xitoylarning irqiy qirg'inchiligini Avstraliya hukumatidan talab qilib bir irqiy qirg'inchilik deb tanitish, shundaqla biz o'zimizningki talabini, ya'ni Avstraliya hukumatidan Magnitsky qonunini yo'l qo'yish ham Xitoyningki majburiy emgak mahsulotlarini Avstraliyaga kelishini cheklash talab qilib shundaq bir orzu bilan umidlar bilan borgan to'q. Nandikan ko'rishish jarayonida bizningki bir ta'sir qilgan bundan burungi ko'rishishlarimizga o'xshamaydigan bir ish. Bu qitimqi shu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki e'lon qilingan dokladninki shu Avstraliya siyosiy yo'llari hukumat arbobları enandikan parlament a'zolariga qanchalik ta'sir qilganligini ko'rdik. Ular biz dokladlarimizni taqdim qilish jarayonida hatto biz shu nimaninki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın reportininki dokladninki nimasini tilg'ab bo'g'icha bular allaqachon bilganligini, enandikan bulardan intayin o'zlarining nima qilganligini Xitoylar shu haqiqiy bir qirg'inchilikning bo'layotganligiga ishonganligini o'zlarini aytdi. Samimiylik bilan bizlarga aytgan bo'ldi. Shundaqla bizga ko'p esdashligini qilgan ifodaladi. Shundan biz shuni ko'rdikki, bu qitimqi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın e'lon qilgan bu doklati garchi bizningki Uyg'urlarning hozir beşik kelayotgan kunlarni irqiy qirg'inchilik deb atamagan bo'lsa-mu, lekin insoniyatga qarshi jinoyat deb
atağanlıqның özü bizningki muşu dava işlerimizga nayet bir çoğ türkülük rol oynaydigan bir qoral ekanligini bigen tonub ketken bolduq. Çünki bunun dim burunqi görüşüşlerimizde bundaq ularningki aktiv halda bizge bir siyasətçilik qılınğan işlerini az uçratqan bugünkü görüşümüzden şunu gördük ki bu qitimqi Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu qitimqi e'lon qilgan dokladninki bundan keyingi da'vo ishlarimizga zo'r turkilik rolining bo'lganligiga ishondik. Ko'p qarindoshlarimizga hammamizga shu Sharq Turkistonlik qarindoshlarga dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga muborak bo'lsin deb qaraymiz. Hammanglarga salom. Germaniyanın növbətki yeni birləşmə hökumətində orun alğan Liberal Demokrat Partiyası FDP-nin Yaşlar Təşkilatı 6 sentyabr günü növbətdə Münxen şəhərində xidmət ziyarətində boluyatqan türmədəki Uyğur ziyalisi İlham Toxtu'nun Amerikadakı qızı Cevher İlham bilan Uyğurlar məsələsi haqqında məxsus söhbət elib bardı. FDP Yaşlar Təşkilatının asaslıq məsulları qatnaşqan söhbət yığınığı Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay bayanatçısı və Ayollar Komitetinin müdiri Zümrət Erkinlərin təklif bilan qatnaşdı. Cevher İlham söhbət jarayonida o'zining oila kechirmishlariga birlashtirib Xitoyning qonunsiz tutqun qilish, chet ellardagi Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish qilmishlari haqida atrofli ma'lumot berish bilan birga, o'zining dadisi Ilham To'xtining Xitoydan faqat o'zi chiqargan asos qonun va milliy territoriyalik avtonomiya qonunini to'liq ijro qilishni talab qilgani uchun 2014-yili quruq tuhmat bilan tutqun qilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini, 2017-yili jazo lagerlari ta'sis qilingandan keyin ko'plagan Uyg'ur ziyolilarining xuddi dadisi Ilham To'xtiga o'xshash taqdirga duchor bo'lganligini bayon qilib o'tdi. Bu qitimqi suhbatda yana Uyg'ur majburiy amgaki masalasi asosiy suhbat temalarining biri bo'ldi. Dolqin Eysa apandim suhbat qilgan so'zida Liberal Demokrat Partiyasining o'z ichiga olgan Germaniyaning navbatdagi birlashma hukumatining Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash va majburiy amgakdan naf olayotgan Germaniya shirkatlariga jazo tadbirlarini yo'l qo'yishga yetarli darajada ahamiyat bermaganligini tanqidlash bilan birga, Volkswagen avtomobil shirkatining shuncha besimlarga qaramasdan Urumchidagi sho'ba zavodini taqashni hozirgacha rad qilib kelganligini, bu sababdan Dünya Uyghur Qurultayının Uyghur majburiy amgakiga chetishlik ba'zi German shirkatlari ustidan sotga ariznoma sunishga majbur bo'lganligini bildirdi. 2 soatdan ortiq davom qilgan suhbatda yana Uyg'urlarning Germaniya hukumatidan kutadigan konkret talablarni tafsili muzokara qilindi. O'tgan yildagi umum saylovdan keyin qurilgan Germaniyaning yangi hukumati Sosyal Demokrat Partiyasi, Liberal Demokrat Partiyasi va Yeşillar Partiyasini tarkib topgan bo'lib, Liberal Demokratlar bilan Yeşillar uzun yillardan buyon Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı raisligi 7 sentyabr kechda jiddiy yig'in chaqirib, mustabid Xitoy hokimiyatining korona vabosining oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib, Sharq Turkistonda Xitoylar bilan Uyg'urlarga qarata qo'sh o'lcham siyosat yurgizayotganligini, karantinaga ilingan Xitoylarning go'sht moy bilan ta'minlab, Uyg'urlarni qasdan ochliqqa va o'limga mahkum qilayotganlik masalasiga qarata xalqaro jamoatchilikni qandoq safarbarlikka keltirish masalasi haqida muzokara olib bordi. Hey kadınlar, ben tünüğün dokulat kıldım, ma balam ölüp gitti de, ma balam ölüp gitti de, ma balamın bana ölüp gitti de, 40 gitti gradüse. Hey ma balam ölüp gitti de, kadınlar cevap kılışamız. Sonra arzu kılın hemen tünüğün vabat vakırız, 12 vakırsa kilep, ben tünüğün uxtadım, ma uydu 5 balı kızıp gitti de. Ma uydu 5 adam kızıp gitti, 5 adam. O kadir olsam sen, nereye maaş alırsan sen, ben çıraylı ayrımxanı yakıldım. Ben tünegin ettiğimden tartıp ben uxturvatmam, ballar kızıp gitti de. Ballar ölüp gitti lan, bolsa ben şiçin olsun da arzu kılma. Ben tünegi yak qarab oturdum. Vabanı yinip, Ramile ben sana tünegi yak dedim, kadırlar telefonu almaydı. Ma balı ölüp kes, kim cevap kılıdı? Köydün ma 40, 39, 45 balı uğuşaş ağrıya hazır. Ma 6-ncısı mı kızı batırdı bana? Nimişki konuşmaysa? Ma sayının çişirek ma yitip gel odam. Taş emes ma o taş emes odam. Hey bu odam degen birinci orunda tümamdı. Ma ballar qaranglar. Hey kolay yetiştiğine ağırmamdı. Hey kadırlar ballarına yok mu?
Dünya Uyghur Qurultayı bu vaqtda egallagan uchurlar va ijtimoiy taratqularda taralgan ichinishli ko'rinishlar asosida jiddiy murojaatnoma tayyorlab, uni Dunyo Sahiyya Tashkiloti, BDT, Yevropa Birligi va Amerika boshchiligidagi demokratik ellarning hukumat va parlamentlarga, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarga bu vahshiylikni to'xtatish uchun Xitoyga jiddiy besim ishlatishga chaqirdi. Korona vabosi o'tirg'i chiqqandan keyin Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Uyg'ur Akademiyasi, Sharq Turkiston O'limalar Birligi qatorliq 70 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti dunyoning har qaysi ellarida qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizga yordam berish maqsadida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbarini qurib chiqib, munbar tarkibida maxsus korona kriz yordam markazini ta'sis qilgan va kriz markazi nomida $1,5 million dan ortiq iqtisod to'plab Turkiyani markaz qilgan har qaysi ellardagi qarindoshlarimizga yordam avatgan edi. Dünya Uyghur Qurultayıning tashabbusi bilan 11-sentabr yakshanba kuni Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbaridagi barliq tashkilotlarning asosli rahbarlarining qatnashishida Xitoyning korona vabosining oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib vatan ichidagi xalqimizni qasdan o'limga tutib berayotganlik masalasi va bu vahshiylikka qarta xalqaro jamoatchilikni qandoq safarbarlikka keltirish, shundaqla 12-sentabr boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umumiy yig'inida bu masalani qandoq kun tartibga elib kelish haqida jiddiy muzokara elib boradi. Aziz görürmenler, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.